Sizlar har xil qimmat atirlarni ishlatib ko'rdinglar. Hech narsa sizlarni hayron qoldira olmay turibdi. Yangilik istab turibsizlar. Men sizlarga hozir shuni yangi brend olib keldim. Sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Morten Standout degan brenddan Fig Boron degan atir. Buni birgalikda raspakovka etamiz. Xadini men sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, вообще необычный, unday xatirlamasizlar. Koreyskiy brend bu. 2024-25 da hit darajasini chiqib ketgan. Qaranglar, hozir birgalikda ko'ramiz. O'zi idishini o'zi ham so'rlab turibdim, buni qarang. Вообще необычный ko'rinishda. Mana. Xadini endi birgalikda test etamiz. Dahshat. Yozning kuni anjir mevasini yeb ko'rganmisizlar? Xuddi shu anjirning hidi keladi. Keyin alasa ozroq noshvoti, ya'ni nokni ham hidi bor. Вообще необычный ekan. Kelib Shaxatlar magazinida ko'ringlar. Pul arzon emas, lekin dastur